Ko'pchilik mana ikkinchi etajdan bo'lsin, kvadrat kattaroq bo'lsin deyishadi. Hojona hojdadilar uchun mana. Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz kelib turgan manzilimiz Islom Karimov ko'chasi yonida qad rostlagan, bundan 5-6 yil avval qad ko'targan Mavora uylari bo'ladi. Birinchi Mavora uylari mana shu yerdan boshlangan 9 qavatli g'ishtli uylardan bo'ladi. Arkalik desa ko'pchilik bilishadi. Mana shu yerda 9 qavatli g'ishtli domlarda ikkinchi etajda umumiy maydon 71 kvadrat tashkil etib qo'yamiz. Sirrochna sotuvda. Do'stlar, narxini boshdan aytib o'taman, 530 million so'm deb baholandi. Kirib yashashga tayyor, parda gilam qilamiz, tamom. Tashqarishdan to'g'riga kirsak, chap qo'lda birinchi mehmonxona, keyin ikkinchi spani, to'g'rida sanuzel alohida. Oxiriga kelsak, mana oshxonamiz bo'ladi. Oshxonada ko'xni mebellar yasatilgan. Hech qanday kredit yo'q, hech qanday taqiq yo'q. Bu yerda gaz, suv, svitdan aslo muammo yo'q. Airfield brendi ostida katyollar qo'yilgan. Yaqinda bu yerga shirin suv ham ulandi. Necha yildan beri xonadon egalari o'zi turadi. Bunday deganda o'z holatini yo'qotmagan bunaqa deganda. Aboylar cho'tga turibdi mana. Eng asosiysi sanuzel alohida, bu dush qismi oxirigacha kafillangan. Hojatxonani ko'rishingiz mumkin, Aristondan qo'yilgan. Qaranglar. Tashqi eshikdan mana ikkinchi chapga qayrilsak, bu spani xonamiz bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin mana. Spani xonaga aboylar qilingan. Vaqtida bilsanglar, bundan 3-4 yil oldin gullik aboylar trendda edi. Mana shu 3-4 yildan beri o'z holatini yo'qotmagan. Buni ko'radigan bo'lsak, mehmonxonamizni qaranglar, yorqin aboylar juda yaxshi. 530 million so'm deb baholandi, faqat naqdga sotiladi. Hech qanday kredit yo'q, hech qanday taqiq. Sraz notars, mana konditsionerlar ham bor, Artel rusumli. 71 kvadrat, ikkinchi etajda bo'lyapti, g'ishtli uylarda. Faqat naqdga sotiladi. 71 kvadrat, 530 million so'm. Ulgurib qolinglar. Xayriga kam bor. Kelishlardan joyi bor. Bu yerga Yashil dunyoga boraman desanglar, Yashil dunyo juda yaqin. Mavora uylari orasida bir 7 ta shkal domna bor, bilasizlar. Yashil dunyoga 5 minutda borasizlar peshkom. Termiz agrotexnologiya instituti yo'li narigi tomonda, Oqqush restorani yonida bo'lyapti. 18-maktab, 26-maktablarga borishadi. Juda yaxshi lokatsiyadan bo'ladi, tinch joydan bo'ladi. Kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Mana shunaqangi katta kvadratli uy izlab yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Past etajdan mana ikkinchi qavatdan faqat naqdga 530 million so'm deb baholandi. Tamom.